Amaga assalomu alaykum. Ikkinchi etajdan 72 kvadrat metr. Amaga assalomu alaykum yurtdoshlar. 5 million so'mdan 75 kvadrat metr katta yo'l bo'yinda Humo to'yxonaning to'g'risida yangi dom bir podyezdli. Birinchi etajda turar. Gaz, suv, svet, transportdan muammosi yo'q. Ikkinchi etajda 75 kvadrat metr do'stlar. Girib obzorni qilamiz. Layklarni bosinglar, katta yo'l bo'yinda. Yani Humo to'yxona to'g'rimizda. Shu dom do'stlar. Qani ketdik, birga tanishib chiqamiz. Yaqinlar ulashib turinglar, podpisatsiya qilib qo'yinglar, kanalimizga kuzatishni kuzatishni davom etinglar do'stlar. Endi do'stlar, kvartiramizdan yetib keldik. Ikkinchi etajdamiz yurtdoshlar. Ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi etaj zo'r bo'ladi hamisha. Etajimizda 4 xonadan bo'ladi, 4 kvartira. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q yerdamiz. Bismillah. Girish qismi koridor, prixожий zonasi, prixожий mebel o'rnashadi do'stlar. Так, кухнясы, спальнясы, ikkisi katta xona, birisini zal klassda, birisini родительский спальня klassda. O'ng tomonda sanuzel bo'ladi, keng tushgan, полный душевой kabina, unitaz, rakovina o'rnashadi. Do'stlar, bu yerda gaz tochkalar tushgan. В общем, kuxnyamizda santexnik ishlar ham qilingan ekan, stяжкасы qilingan, montaj ishlar ham qilinib turibdi. Yurtdoshlar, kelasizlar, ko'rasizlar, suvog'im ajoyib takiz qilingan. Bu ham bir spальnyamiz. Aluvchilarga nasib etsin. Yine bu xonamizda 2 oyna tushgan. Ko'rib turganingizdek, kengligi, balandligi zo'r. Stяжкалari qilingan. To'g'ri, отделкасini qilib beraverasizlar. Bu xonamiz ham katta tushgan, organdan kengroq ekan bu. Buni zal qilgan ma'qul. Aynalar emas, ko'cha tomoniga qaragan. Bir podyezdda do'murgan shahar, yo'l katta yo'lning ustida. Layklarni kutib qolamiz. Yurtdoshlar, xonadonimiz sizlarni kutibdi. Bu bahodan hech yerda yo'q hozirgi kunda. Prямо kadastri tayyor joyni adingizga rasmiylashtirib beriladi. Aluvchilarga nasib etsin, yaqinlarga danishib ishlari ulashib qo'yinglar. Layklarni bosib o'tirganlar, Alloh taolo bizlarni sababchi qilsin, yaxshi imoratlarni olishi. Omon bo'ling.